Mana svetofor qizil chiroq turibdi mana menda. Bu svetoforda qizil chiroq to'xta. Men mana piyodalar yo'lchasini tartibga solyapman degani. Kelib menga. Ro'parada turibdi, qizil ekan, to'xtab turing. Ash ko'k yonsa o'taman, meni yo'lim deysizlar. Yugurib o'ta olsangiz gala-gala bo'lib, bu yerda kelgan mashina boshqalarga kelib ursa nima bo'ladi? Hammamiz sho'g'irda aybdor qilamiz. Shuning uchun hammanglar kelib, birinchi o'rinda ro'paringizda svetoforga qarang. Agar ash qizil yonib turgan bo'lsa, meni umuman mashina yo'q bo'lsa ham o'tmaymiz. U sizning yo'lingiz emas. Agar svetofor sizga qizil bo'lsa, mashina yo'q bo'lsa, qo'qqis o'tsangiz, qo'yadiganiga mashina meni yo'lim deb keladi. Ursa yo'l transport hodisasi kelib chiqadi. Tushundinglarmi?